Ya assalomu alaykum dehqonboy hormang. Assalomu alaykum, bor bo'ling. Qanday o'zi ishlar zo'rmi? Charchamayapsizmi? Rahmat. Ha, xomta qilyapsizmi? Ha, xomta qilib, bu paxta hozir bitib. Qanday qilinadi endi bu xomta? Qanday qilinadi? Nima qilish kerak? Mana asliga o'taman. Mana bunday. Mana bu hosilgacha bo'lgan barcha olish kerak. Shunga shamollaydi. Shamol kiradida yaxda ham bu yoqdan. Kasallik tegmaydi. Kasal tegmaydi. Uzumi yo'q, novdalarni nima qilish kerak? Uzumi yo'q novdalarda hammasini olib bo'lmaydi. Kelasiga zamin yaratishga bitta novda qoldiramiz. Qattiq gapiringizni eshitmayapman. Bunday kelasiga zamin bitta qoldirish kerak, ha? Bitta zamin. Ha. Yordamchi novda qoldirish kerak. Ber qayer o'zi? Ha? Ber. Qaysi qishloq? Selskimi? Ha. O'zingiz qayerdan? Yerdanmi? Yo'q, o'zim Tayloqdan. Tayloqdan? Ha, o'zim Tayloqdan. Buni yaxshilab. Ha, bilmaganlar o'rganib olsin deysiz-da. Ha, yaxshi. O'rganib olsa o'ziga yaxshi. Mana bunday qilib mana. Mana qarang. Mana hosil yo'q. Uzum bormi o'zi? Mana uzum qarang mana. O, dahshat sotdi-ku uzumlar. Mana hosilgacha olib bo'ldi, mana ochildi. U shamollaydi, kasallikka bardosh beradi. Uzumlarni bir ko'rish kerak-da. Mana hozir mana. Mana shuni ochamiz, mana. Ana. Hozir mana ko'rasiz. Ana. Mana qanday bo'ldi? O'zingizda ham bog'ingiz bormi? Bizning bog'im Xudoga shukr, bor. Mana. Hozir mana shu bitdi. Ko'rsataman. Ko'rsatasiz. Ha, shunga qarab keyin qilaverasizlar. Bu ham bir kasb. Buni o'rgansangiz o'zingizga foyda. Bizlar bilmaymiz-da. Ha, o'zingizga foyda. Ha. Qarab o'rganasiz. Aga yo'q mana. Ha, chiroyli ko'rinib qolibdi. Haqiqiy bog'bon deb eshitdik-da. Endi bizlarga ham ota meros, ana shu otalarimiz dehqon bo'lgan. Bizlarga o'rgatib ketgan otalarimiz. Endi Ismingiz nima? Abduvahob. Abduvahob. Abduvahob aka. Siz Tayloqdanman dedingizmi? Tayloqda ham bog' ko'p, ha? O'zingizda ham bormi? O'zimizda bizlarga buzilib ketgan. Olma bog' bizlarda. Sizda ko'p odamlar izlab bor ekanda. Shu dehqon bog'. Shunday. Bir o'rgatsin bizlarga deb. Boradi. Qo'ya maslahatini beramiz. Ularga yordam qilamiz. Buni kelajak avlodga ham yaxshi o'rganib qolsa. O'zlariga yetib bo'lib boqsa, mana shuni o'rganadi. Mana buni Shu bu ochilib qoldi-ku, bu shuncha qilmaydimi? Yo'q. Bu hozir o'shan barg yana kattaradi bu hali. Ha, ichidan bemalol shamol o'tadi endi. Ha, barg kattaradi. Yana yopadi barg. Buni hozir ochmasangiz kasallikka sho'r kasallik mana shu qisalgan, sho'r kasallik. Ana. Bo'ldimi aka? Bo'ldi. Endi qilaverasizlar. Ha, cho'tka bo'ldi ekan bu tak. Keyin sizning yuzingizni ham bir olib qo'yak, agar kimga kerak bo'lsa murojaat qilaveradi. Menga qarang. Odamlarga kerak bo'lsangiz chaqiradi-da. Mayli, bemalol. Tanib oladi. Bemalol. Qo'ldan kelgancha yordam qilamiz.
Bo'ldi meni bitib bo'ldi ha. Buni mehr Ha, zo'r bo'ldi ekan. Boqqa mehr Zo'r berish ochildi-da. Boqqa mehr berish ana. Bo'pti aka, omon bo'ling. Ishlaringizga omad. Xo'p, yaxshi bo'ladi. Dehqonchiligingizga barakasini bersin. Mayli. Mana bog' ko'tara bog', shuncha bog'larda bu akam xom tak qilyapti-da.